Hurmatli yurtdoshlar, mana Tojikiston Respublikasi poytaxti Dushanbe shahriga yaqinlashyapmiz. Shaharning mana bilasizlar, Tojikiston Respublikasining 97% tog'li joylardan iborat, 3%gina mana shu suvli joylar tashkil etadi. Mana ko'rib turganlaringizdek, mana hamma tomon qorli cho'qqilar. Mana ko'rdingizmi? Hammasi tog'lar, yaqingina qorlar hali erigan yo'q, chunki Tojikiston O'zbekistonga, Turkmanistonga to Orolgacha suv beradigan mamlakat hisoblanadi. Bu yerda juda ko'p tog'li hududlar bor. Endi bizlar Tojikistonning yo'li haqida juda ko'p mendan oldin ham bizni Tojikistonga kelgan yurtdoshlarimiz gapirishgan, aytishgan. Yo'l haqiqatan ham tekis, yaxshi. Lekin tor yo'llari, mana ko'ryapsizmi, ikkita mashina ketadi, tamom. Hozir mana O'zbekiston delegatsiyasi a'zolari bugun mana Tojikistonda o'tkazilinadigan Navruz bayrami shodiyonlarida ishtirok etish uchun hozir mana biz bilan Sariosiyo tumani va Denov tumani hokimliklari, u yerda tadbirkorlar, ishbilarmonlar borishyapti va Surxondaryo viloyat hokimining o'rinbosari To'rabek biz bilan birga, To'rabek To'rayev mana bugungi mana shunday ikki mamlakat o'rtasidagi inoqlik, qardosh, mana shu xalqlar o'rtasidagi birodarlik haqida bizlar har bitta ko'rsatuvimizda gapirib o'tyapmiz. Lekin baribir ham mana shu bordi keldi an'analari, bordi keldini mustahkamlash zarur va shart. Chunki ikki mamlakat xalqlari hech qachon bir-biri bilan uzoqlashmagan. Qadimdan ham ular bir-biri bilan yaqin, bir-biri bilan maslakdosh, suhbatdosh va bordi keldi, xudo andachilik rivojlangan. Chunki qadriyatlarimiz, an'ana, urf-odatlarimiz bir-birimizga yaqin. Ikki tilda so'zlashsak ham, lekin baribir bizning mana shu diniy qarashlarimiz ham, shu qadriyatlarimiz ham, bayramlarimiz ham bir-biriga yaqin va judaligi bizga mana bugun hamrohlik qilyapti. Xalq deputatlari, Surxondaryo Denov tuman kengashi deputati tadbirkor Islom Xudoyberdiyev, charchamayapsizmi? Rahmat deputat bu. Xayolingizdan nimalar kechyapti? Mana Tojikiston Respublikasiga mana mashina bilan yuribmiz, bemalol. Bemalol mana bundan 20 yil, 30 yil oldingi unaqadan qarasangiz, mana qarang birodarlar, hammasi birodarlik, haqiqatan ham qo'shnichilik. Avval aytadiki, qo'shning bilan tinch bo'lsang, sen tinchsan deydi. To'g'ri. Qo'shning tinch, sen tinch degan gap bor. O'zgarishlar yomon emas. Albatta do'stlik, birodarlik bardavom bo'laversin. Mana shu olib borayotgan siyosatlar muhtaram prezidentimiz juda katta ishlardan qilyaptilar. Albatta shunga biz haligi prezidentimiz komandasidan nima desalar, mana aka ko'rib turibsiz, mana shu odamlar xursandchiligi, O'zbekistonda bor delegatsiyani xursandchiligi, Tojikistondagi birodarlarimizni xursandchilik kutib olishlari, albatta hammasi bu behudaga emas. Shu mana birodarlik qarang. Kutib olish yoqdimi sizga? Bu albatta mana kutib olish qarang. Bu endi mana shu ikki mamlakatni prezidentlarini mana shu avvalambor shunaqa erkin sharoit yaratib berganligining hosilasi. Mana bu O'zbekiston Respublikasining mana Tojikistondagi elchixonasi. Biz hozir mana O'zbekiston Respublikasi elchixonasiga keldik. Islom aka, mana shu yerga endi mana men to'xtaymiz shekilli va mana shu yerda meni nazarimda ichkarini ko'rsatib, bu yerda menimcha elchilar, konsullar bu yerda suhbatlar qilsa kerak va shundan keyin mana bu bizga ajratilgan mana avtobuslarda keyin nariyoqqa ketamiz. Bizni kuzatib boring, davom ettiramiz ko'rsatuvlarimizni.